Gelik. Tushunishim bo'yicha Koreyadan kirib keldi bu. Ha. Xuddi shu yengisi. Shunaqa. Tezovat qilib qo'yamizmi buni? Bemalol. Koreyadan gelik kelganda bitta go'shtili bo'lar ekan. Shunaqa. Ikkinchisini qo'ydingizmi o'zingiz navarut qilib? Bu yerda bir yoq tarafda dekorativniy nasadkasi bo'lmaydi faqat. Glushitel kakishtik, boshqa oltuvchilar bilan bir xil ikki yoqda bo'ladi. AMG glushitel bo'ladi, xuddi shunaqa zvuchat qiladi, ovozi chiqadi. Koreyada 270 ming dollarga taxminan orasida boshqalar bilan gelik olib kelish narxi tushyapti. Bu bir. Ikkinchidan Germaniyadan bu 70 ming dollar ekonom. Nima Koreyasiga gelik unchalik arzonga tushyapti 70 ming dollar. Bu yerda birinchidan A22 opsiyasi, ikkinchidan Koreyadan olib kelsangiz, boshqa mashina, bir xil mashina olib kelsangiz arzonroq tushadi Germaniyaga nisbatan. U qaysi davlatdan kelishiga ham bog'liq. Rastamushkani narxi. Qatdan olgani yaxshi. Agar sizlarga A22 opsiyasi shart bo'lmasa yoki qanaqadir melichovka narsalar vajniy bo'lmasa, o'sha mashina, o'sha bir xil ot kuchi, ovozi farq deyshadi, ovozi farqi yo'q. Men bitta zavod ko'rsak bo'ladimi? Da. Bundan oldingi Dores versiyasida ovoz farq qilgan ozgina. O'zingiz bilasiz, rahmatli Farhod bilan qo'l berib qo'yganmiz. Meni ham orzuyim bor, xudo xolasa bitta zavod qilib, yaxshi niyat qilib, ad dushi xursandman, tabriklayman sizni. Qani? O